Qarsagilar bilan birga polvon davraga o'qish kelsan, yig'inga o'qish kelsan. Mana shu joydan sizga qarab turibdi polvon. Joyiga qochib olinglar. Tosh qoyalar bilan bittalab tanishib o'ynaylik. Keyin chiroyliga navbat beramiz, bo'ladimi? Qarang, marhamat. Qoidasi bilan tanishib o'ynang. Badal zo'riga o'taylik, amin. Allohim ilohi fayz bersin, Allohu akbar. Katta. Ha. Ha. Xohlasa 2 kun mehmonmiz. Ertaga indinga yakuniy tomosha qilamiz Alloh nasib bu joyda. Tezlik bittasini olib beringlar. Ko'ralasini ham qo'ying. Davlat. Bundan ham go'zal yerini chaveringlar. Eng nozik barmog'i simchaloq barmoqlarni ko'tarib bersin. Davom etamiz. O'tirib tosh ko'tarish ancha mashaqqatli ekan, ancha murakkabli joyi bor ekan. Bo'ladi. Rahmat. San'ati bor go'zal vatandan. O'g'il qizlari bo'lsin. San'at ila kezib jahonni. Saodat, iqboli bo'lsin. Rang-barang tomosha ko'rsatib, xizmat izza tayyor turamiz. Allohimdan madad so'rab, islom dini sari olg'a bosamiz. Bitta toshni bamisol olmani singari aylantirib bersin. Bamisol to'pni singari aylantirib bersin. Ko'ring, o'zining yaxshi ko'rgan tomoshasini bitta tosh bilan barobarga o'ynab bersin. Qarsiylar bilan birgalikda bo'lsin. Marhamat. Katta. Yoniga aylantirsa ham bo'ladi. Aha. O'zini ham aylantirib ber, polvon. O'zini ham aylantirib ber. Ko'rish mana. Aytishasiga. Ha. Orqasidan bitta dor ko'raylik-a. Orqasidan bitta. Oling kelgan yeridan. Ha. Barakalla polvon. Davlat. Polvon qachon polvon? Polvon og'ir yuk ko'targanda polvon. Masorabojon, polvonni qadriga kim yetadi? Yelkasida og'ir yuk ko'targanlar yetadi. To'rala toshni davraga qo'yib beringlar.
to'ralasini ham yig'inga qo'yib beringlar. Tomosha qiling xalqim. Ikkita tosh 24 kilodan. Ikkita toshning og'irligi 32 kilodan. Ikkita tosh o'ng qo'llarida, uchinchi tosh chap qo'llarida, to'rtinchi tosh polvonning oyog'ini betida bo'ladi. Hech kim yordam bermagan holatda to'rala toshni ham ko'tarib beradi. Bo'ladimi onajon ko'rsak? Maza qilib ko'ringlar, shu tomosha sizlarga bag'ishlanadi. Onajonlarga bag'ishlab o'ynab bering. Marhamat. Ha. Hadi. E'tibor bilan qarang. Katta. Hay. Hadi marhamat. Ha. Ikkita tosh, anarog'i 64 kilolik yuk o'ng qo'llarida turibdi. Uchinchi tosh chap qo'llarda yerdan uzilyapti, ko'tarilyapti mana. Oladi. Ko'taradi. Ana. Qarsilar bilan birgalikda bo'lsa, ko'rala tosha. Ha. Yigitlar, endi shunday tomosha qilamiz. Olib qo'yinglar toshni. Toshni olib qo'yinglar. Tosh bilan tomosha ko'rsatildi, katta rahmat. Endi odam bilan birgalikda tomosha ko'rsatsin. Meni og'irligim 60 kilo. Masxaroboz o'zi salkam 80 kilo. Ikkalamizni og'irligimizni barobariga ushlaydi-da, Blackwood bilan ushlab olsin. O'z nomimiz bilan piramida deb qo'yiladi. Masxarobozjon, sen bizga yordam berasan. Bo'ladimi? Ko'ringlar, sen haqqoniyligini aytib berasan. Polvoniga tayyormi? Cheti davom etamiz, yaxshi musiqa bilan birgalikda. E'tibor bilan qarang, tomosha qiling. Ha, ana, qardinglar qo'llashadi. Ha. Tomosha qiling. Ikkita odamning og'irligini bir qo'lida ko'tarsin. Shu holatda bu o'yinning nomi qaldirg'och deb ataladi. Qiyin joyini ko'ring. Marhamat, teng tarozi. Ana, yashasa. Said Muhammad. Rahmat. Yana bir qiziq tomoshani ko'ring. 3 ta odam bilan bajarilsin. Bu o'yinning nomi piramida deb ataladi. 3 etajli piramida. Marhamat. Birgalikda ko'ramiz. To'g'ri. Ana. Eng yuqori sunnatulloh hozirisi. Kenglariga, baravariga. To'g'ri. Ana. Bir takrorlar. Mashaqqatsiz hunar bo'lmas. To mashaqqat chekmaguncha yorni hamvasligi yetib bo'lmas. Hoji aka, polvon aka, endi salkam bir damas odamning og'irligini ko'tarsin. 5 ta 6 ta o'zi bilan qo'shib. Tomosha qiling. Piramida tomosha. Oilaviy piramidani ko'ramiz. Marhamat. Oldi. Bir mashinada
o'g'lim polvon bo'lsin, elim tinch, yurtim obod bo'lsin, farzandlarim baxtini ko'raydi. Baqirroq yigirroq qarsaklar bilan bitta olqishlaysizlar polvon. Rahmat. Rahmat, qadrli polvon akam. Amakim o'g'illari. Shuncha jamoat, shuncha haloyiq uchun to'rtta tosh bilan tomosha qo'ydi.